Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aka va jigarlar, qadrli obunachilar, bugun inshaalloh Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozoridamiz. Bugun sanamizga 31-may 2026-yil, haftamizning yakshanba kuni. Bugun aka va jigarlar, xudo xolasa inshaalloh bir narx-navolar bilan tanishtirib o'taman. Buqalarni, bir qo'chqarlarni, yana baraka yo'lga savdosi bo'lgan qo'chqar va buqalar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bizni kuzatib bir like bosib obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh manfaatli videolar qilib boramiz. Barchalarga rahmat. Xo'p, jigarlar, shu qamiz hozir narxlarini so'raymiz. Tek Oraga bu necha pul? 25,5 million qilyapti. 29 deyapmiz o'zi. 29 million deyapsiz. 25,5 ga berilmadi. 5,5 ga berilmadi. Qo'shilsa xudo xolasa bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, 29 million kami bor deyotgan akamiz 25 million 500 ming so'm bo'p savdosi berilmoqda. 25 million 500 ga so'rash savdosi bo'pti. Qo'shilsa beriladi deyapti. $25 million 500 ga savdosi bo'pti. 36 million 300 ga baraka bo'pti. 36 million 300 ming so'm baraka. Xo'p, jigarlar 36 million 300 ga baraka bo'pti. Bir taroziga solishib berar ekan. Xo'p, jigarlar, inshaalloh bugun Qo'rg'ontepa tumani hayvon bozoridamiz. Bugun sanamizga 31-may 2026-yil, haftamizning yakshanba kuni. Aka, taroziga baraka bo'ldi. Ha? Jaltomes. Aka, qo'chqar necha keldi? Necha puldan baraka bo'ldi? 81 ming so'mdan baraka, 90 kilo keldi. Boş. 550 kilo dedim ben. Kari? $36 million 300 ga baraka yo'g'an, cross taroziga solib ko'rishyapti akalarimiz. Bismillah. Necha? Doğru koydum aka 30 ne kilo? Necha var ekan? Jasiraga necha? 538 kilo. Assalomu alaykum. Aka, soliz yaxshimi? Yaxshimisizlar? Hop, 36 million 300 ga baraka o'yin ekan. Kilosi 538 kilo chiqibdi akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lamiz akalar. Inshaalloh manfaatli videolar qilib boramiz. Anchuncha kamchilik, necha so'zimiz kelmasa, uzr so'raymiz akalar. To'g'ri tushunasizlar. Eplab, seplab, xudo xolasa olib turamiz. Hamma yo'q to'g'ri, sekin, asta. Gap kelmay qolyapti.
Endi bu ishni boshidacha qiyinchiliklari bo'ladi. Inshaalloh hammasini ko'tib qilamiz. Xo'p, jigarlar. Hozir shu buqamizning narxini so'raymiz. Boshqa narxi necha deyapsiz? 33 million so'm kami bor ekan akalar. 33 million so'm kami bor deyapti. Bir olti motor. Milyon kami bor deyapti. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, savdosi bo'lmabdi, endi ketdi deyapti. Bozorini deyapti. Xo'p, jigarlar, shu buqamizni 32 million so'mga savdosi bo'lib berilmayapti. 32 million. Xo'p, jigarlar 30 million 700 ga baraka. Endi oldi, videosini qiluvdik buni. 30 million 700 ga baraka bo'ldi.